Bir hikoya aytib beraman. Bir ovchi ov qilib yurarkan, nimadir bir baxtsiz hodisa bo'pti-da, haligi miltig'ini uchi qayilib qolibdi. Endi nishonga olaman desa, xato ketaverarmish. Qanaqa qilib to'g'rilatsam bo'larkin deb o'ylanib, oxiri bir joydan daragini eshitib, 20 yillik miltiqchini oldiga boribdi. Bu odam 20 yildan beri miltiq tuzatadigan usta ekan. Shunaqa bir holat bo'ldi. Bir yiqilgan edim, zarar yetib qoldi, uchi ozgina qayilib qoldi, nishonni to'g'ri ololmayapman deganda, haligi ovchi miltiqni olib u yoq bu yog'iga qarab turib, ayni bir nuqtasini topibdi-da, rosa kuzatibdi oldin. Bolg'asini olib turib, o'sha joyga bitta zarba berib, haligi miltiqni to'g'rilab qo'ygan ekan. Qani ko'rchi deb egasiga bersa, qarasa haqiqatda hamma joyi to'g'ri bo'lgan. Nishonga otib ko'rsa, bexato bor etganmish. Qoyilman, bitta zarba bilan hal qilib qo'ydingiz. Xizmat haqi qancha bo'ladi desa, o'sha payt uchun ancha-muncha qimmat pulda aytibdilar. Keyin, qo'ysangizchi, shunchalik ham haq so'raysizmi? U bor yo'g'i bitta zarba bo'lgan bo'lsa bu yerda degan paytda haligi miltiqchi aytgan ekanki, men bu miltiqni bitta zarba bilan to'g'rilaydigan holatga kelgunimcha 20 yil vaqt sarflaganman deb aytgan ekan. Bu voqeadan nima xulosa qilamiz? Biz har doim ham natijaga qarab baho bermasligimiz kerak ekan. Natijani ko'rar ekan, uni orqasida yotgan yillab mehnat, qilingan sabr, chekilgan zahmatlarni e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak ekan.